Tayvanni qatnashishga taklif qilish lozim. 3. Tayvan munosabatlari qonuniga asosan Amerika Tayvan yuqori darajalik mudofaa amaldorlarining generallarning o'zaro berib kelishini qanot yaydirish. Modela o'xshashli mundaq ko'rsatildi. Amerika bilan Tayvan insonparvarlik yordami va ofatdan qutqizish hamkorligini kuchaytirish kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministri, Amerika Dengiz Armiyasi tibbiy harbiy parxodning Tayvanni ziyorat qilishini qo'llashi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam palatasi 5-oyning 24-kuni 351-66 ga qarshi ovoz bilan 2019-yil Davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasini ma'qulladi. Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti 6-oyning 5-kuni huquq berish qonun loyihasi Kengash palatasining tartibga tizish tartiblariga kirgizildi. Kengash palatasi ovoz qo'ygandan keyin Avam palatasining nusxasi bilan moslashtirib, ikki palata nusxalarini selishtirib bekitilgandan keyin yana bilat tashlab ovoz qo'ygandan keyin Andan Aqsarayga yollab, Prezident Trumpning imzo qo'yish tartibidan o'tkazib, rasmiy qonunga aylantirdi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbatining oxirgi minutlari yetib keldi. Biz boshda topshirdik, umumiy vaziyatni sizlarga hamda jarayonlarni sizlarga so'zlab beryapmiz, hurmatli vatandoshlarim. Bundaq natija o'ttirg'i chiqadigan bo'lsa, Jungoning qabohatli tushi bo'lib qoladi. Mavzuli xabar 6-oyning 8-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Chaoshanning rahbari Kim Jong-un 6-oyning 12-kuni Singapurda tunji qatam suhbat o'tkazdi. Bu suhbatning natijasi Jungoga chambarchas bog'langan bo'ladi. Diqqat vatandoshim, bu suhbatning natijasi Jungoga chambarchas bog'langan bo'ladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Ba'zi mutaxassislar mundaq deyishdi. Jungo ya Prezident Trump bilan Chaoshanning rahbari Kim Jong-unning kelar haftaning 2-kuni, ya'ni atda Singapurda o'tkazilgan suhbatiga yaqindan diqqat qilyapti. Chunki suhbat Beijing uchun aytganda eng oxirgi natija. Amerika armiyasi Chaoshan yarim oroldan chekindirilishi kerak edi. Demak, suhbat natijalik bo'lsa, yoki Jungochi natijalik bo'lsa, yoki Jungoning talabuvchi bo'lsa, suhbat oxirlashganda eng oxirgi natija Amerika Qo'shma Shtatlari Chaoshan yarim orolida turg'izayotgan harbiy qo'shinlarni chekindiramdi yo'q degan masalaga markazlash kerak edi. Xatarlik ahvollardan maslahat so'rash shirkatining yuqori darajalik Osiyo ishlari bo'yicha tadqiqotchisi Hugo Bronan mundaq dedi. Jungo targ'ib qilayotgan tinchlikning badali Amerika armiyasi Koreyadan uzil-kesal chekinish kerak. Jungoning og'zidan tushmayotgan Koreya yarim orolidagi tinchlik masalasi Amerika armiyasi Koreyadan uzil-kesal chekinishi kerak. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Chaoshan bilan Koreya birlik keltiriladigan bo'lsa, Amerika armiyasi Jungoning chegarasiga yaqib keladiganligi Jungoni borgan sari ansirtishga boshladi. Amerika bilim xazinasi Xi Jinpingning markazi Sharqiy Osiyo ishlari tadqiqotchisi Sunjan mundaq dedi. Jungoning eng dastlabki orzusi agar kelishim imzolaydigan ish bo'lsa Singapurda Jungo Amerika armiyasining Chaoshan yarim orolidan chekinishini, Amerika Koreya harbiy ishlar ittifoqining yemirilishini arzu qiladi. Mushundaq ahvol ostida Chaoshan yarim oroli Jungoning an'anaviy ta'sir doirasi ichiga qaytib keladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi.
Prezident Trump bilan Kim Jong-un söhbeti Jungo üçün zor xatar elip keldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un söhbeti Jungo üçün zor xatar elip keldi. Bironan mundaq ko'rsatdi. Beijing chetga qiqilishdan ansirayotidir. Bironan mundaq ko'rsatdi. Beijing chetga qiqilishdan ansirayotidir. Özünün bexatarligi va geopolitikalik manfaatini qo'g'dashni umid qiladi. Jungo ansirayotidir, o'zining bexatarligi va geopolitikalik manfaatini qo'g'dashni umid qiladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo uchun aytganda qabohatlik kuch Koreya yerim oralarining birlik kelishidir. Ya'ni Chavshan bilan Koreya birlashib ketsa, bu Jungo uchun qabohatlik kuchdir deydi. Mavzuni endi chiqdi mavzuning ma'nosi. Birlik kelgandan keyin Amerika bilan ittifoq tuzib, Koreyada yangi quruladigan hokimiyat Amerika armiyasining Jungoning chegarasiga yaqin joyda to'g'rizilishi bu Jungo uchun bir qabohatlik kuchdir. Shunga mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika bilan Chavshanning pat arada sheriklik munosabati o'rnatishini ko'rishni xohlamaydi. Bundaqda bu orolda Jungoning ta'sir kuchi tegishidir. Biroq mundaq ko'rsatdi. Chavshan masalasi Jungo qo'llanish orqali Prezident Trump hukumatiga ta'sir ko'rsatishning vositasidir. Jungo Chavshan orqali Prezident Trump hukumatiga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'ladi. Shunga Chavshan masalasi Xitoyning qo'lida bir vositadir deydi. Dal hozirgi suhbat jarayonida ko'rsatayotgan bo'lish kerak. Bu orqali Janubiy dengiz va savdo tijorat masalasida Washingtonni tizginlab tura oladi. Chavshan masalasi orqali Janubiy dengiz, savdo tijorat va boshqalarning masalasi uchun Chavshan orqali boshqa masalalarda Amerikani tizginlab tura oladi. U yana mundaq ko'rsat. Jungo qatnashmagan holda Chavshan yerim oralining urush holatini oyoqlashtirish xitobnomasi o'ttirga chiqadigan bo'lsa, Jungoning Amerika bilan savdo hamda geopolitikalik siyosat masalalari bo'yicha maydoni zo'r darajada ajizlishidir. Diqqat etadishim. Biroq mundaq ko'rsatdi. Jungo qatnashmagan ahvollarda, Jungoni qatnashtirmagan ahvollarda Chavshan yerim oralining urush holatini oxirlashtirish xitobnomasi o'ttirga chiqadigan bo'lsa, Jungoning Amerika bilan savdo hamda geopolitikalik siyosat masalalari bo'yicha maydoni zo'r darajada ojizlashib ketdi. Kim Jong-un ikkinchi qatim Jungoni ziyorat qilgan chaqda 5-oyning 8-kunida ziyorat qilgan chaqda Amerika Birlashma agentligi mundaq ko'rsatgan. Jungo Chavshan rahbarlarining ikkinchi qatim kishilar ko'tmagan ahvolda yana bir qatim uchrashganligi, Chavshan Jungo rahbarlarining yana bir qatim uchrashganligi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan Chavshanning rahbari Kim Jong-un Singapurda o'tkazilgan tarixiy xarakterlik suhbat Jungoning ovozini anglab qo'yishni kapolatga qilish. Bu suhbatda Jungoning ovozini anglab qo'yishni kapolatga qilish uchun Beijing Daliyanga Chavshanning rahbari Kim Jong-unni chaqirib keldi demoqchi Amerika Birlashma Agentligi. Amerika Strategiya va xalqaro tadqiqot markazining nopozliq tadqiqotchisi Glaser xonim mundaq dedi. Xi Jinping Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbatining kutmaganda boshqa bir natija elib kelishidan saqlanmoqchi bo'lyapti. Diqqat etamiz. Glaser xonim mundaq dedi. Xi Jinping Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbatining kutmaganda boshqa bir natija elib kelishidan saqlanmoqchi bo'lyapti deb hisoblayman. Tadqiqotchi Glaser xonim. Glaser yana mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping Chavshan Amerika suhbatida Jungoning manfaati kapolatga ega bo'lishi va qo'g'dilishi kerak deb o'ylayapti. Hech bo'lmaganda suhbatda Jungoning bir kishilik o'rni kapolatga ega bo'lishi kerak deb o'ylayapti. Bu Glaser xonimning Chavshan suhbati to'g'risida Jungoning maydonini sharhlab berish ekan. Endilikda yana bir mavzu, hurmatli vatandoshim.
Bu mavzu nimdeydi? Amerika Davlat Meclisi'nin azası. Cungo'nun Amerika'da ilmi tadqiqat sahalarına singib kirish bu hikoya emas, reallikdir dedi mavzular xabar. 6 ayning 7 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Hozir bu singib kirish qo'li uzar degan masalada Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi va senatorlar. Shundaqla men o'tganda bu to'g'rida sizlarga Markaziy axborot idorasining, anda federal tekshirish idorasining shu to'g'ridagi dokladlarni leksiya qilib so'zlagan edim. Bu demak Xitoy jasuslarining Amerikaga singib kirishining oldini olish va bunga diqqat qilish. Xitoy jasuslarining Amerikaga singib kirishining oldini olish va bunga diqqat qilish. Taxminan 20 yil burun Amerika Texas shtatida tadqiqot qilish xarakterli universitetning maktab mudiri Amerika Davlat Majlisiga kelib, Texas shtatidan senator bo'lib saylangan ko'p sonliq partiyaning undaguvchisi, Cumhuriyetçiler Partisining a'zosi John Cornyn bilan ko'rishganda, bu maktab mudiri ko'rishibla mundaq degan: senator Amerikaga jasuslar singib kiryapti. Demak, bu maktab mudiri ko'rishibla senator bilan nim degan? Senator Amerikaga hozir jasuslar singib kiryapti degan. Senator Cornyn mundaq savol qo'ydi: sen nima deyapsan? Maktab mudirining so'zlari to'kilishga boshladi. Maktab mudirining so'zlari to'kilishga boshladi. Maktabimizda ba'zi olimlar fan tadqiqot faoliyatlariga jasuslar singib kirib, ular erishgan huquqi yo'q sonliq ma'lumotlarga erishgan. Bu sonliq ma'lumotlarni ko'tarib o'z davlatiga qaytmoqchi bo'lganda bu jasuslar ular aeroplan stansiyasida qo'lga olindi. Bundaq natijalarni senator Cornyn yaqindan beri ko'plab anglashga boshladi. Haftaning 3 kuni, ya'ni 6 ayning 6 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya komitetining boshqarishidagi kichik bir guruh komitet a'zolarining guvohlik berish yig'inida senator Cornyn mundaq dedi: aslida biz jasuslik faoliyatlari tasvirlangan hikoyalarda o'qiydigan bu detallar hozircha ve hozir rost ish bo'lib bizning turmushimizda o'ttirg'i chiqdi. Bu guvohlik berish yig'inining asli muhokama qilish temasi 1000 kishilik plan Jungo'ning Amerikaning fan tadqiqot ilmiy organlariga singib kirish plani. Aslida buning temasi 1000